Men qo'rqadi deb o'ylasang, adashasan. Men yuzingga gapirib tashlayman. Sendan qo'rqmayman. Tushunmadim, nimadir degan deb bo'ldingizmi? Ay yo'q, o'zim telefonda o'tiribman. Bo'ldi, boraman. O'sha kompyuterxonadami? Men hech kimdan so'ramayman. Kontur uchun jon fido. Hozir kontur degan deb bo'ldingizmi? Tushunmadim. Yo'q. Men yosh bolamanmi kontur o'ynadi. Nima deganim yo'q. Rossiyada o'z nima uchun ishladim? Foizini kamroq olsin deb atalab anjirpay ilovasidan pul tashlab turdim. O'zim uchun ham yashashim kerak-ku. Hozir $200 yechib olaman-da, dachaga ketaman. Dacha degan deb bo'ldingizmi? Bunaqa xom xayollarni miyangizdan chiqarib tashlang. U pullarni joyi bor. Ha, gapiring. Gapingiz ichingizda qolib ketmasin. Gapira olmayapsizmi? Bilet.